Amerika manzaralari telejurnali, Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antena orqali har kuni Aziyasat 3 C to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Ebola kasalligining davosi yo'q. Bu mamlakatda shu kungacha bir kishi undan jon berdi. Afrikada esa 4000 ga yaqin, asosan qit'aning g'arbida. Epidemiyaga qarshi kurash davom etmoqda. Texas shtatining Dallas shahrida davolangan asli liberiyalik kishi AQShda Ebola virusini yuqtirgani rasman tasdiqlangan yagona shaxs edi. U kasallikka Afrikadan parvoz qilgan samolyotda chalingani aniqlangan. AQShning yuqumli kasalliklarga qarshi kurash markazlari favqulodda vaziyatlar uchun shay holatga keltirilgan. Amerikaliklarning xavfsizligini ta'minlash oliy vazifamiz. Kasallikni to'xtatish va nazorat qilish AQSh markazi rahbari Tom Friedmanga ko'ra, vahima qilishga hojat yo'q. AQShda epidemiya tarqalmasligini ishonch bilan ayta olaman. Uning mavjud asoratlariga chek qo'yamiz. Kasallik alomatlariga ega odamlarni aniqlab davolash uchun markazlarimiz tayyor. Muhimi, Ebolani kelib chiqqan joyda yo'q qilish kerak, deydi mutaxassis. G'arbiy Afrikaning 3 mamlakatida epidemiya qancha uzoq cho'zilsa, Afrikaning boshqa mamlakatlariga tarqalish xavfi ham shuncha oshadi. Afrikada uni nazorat ostiga olmagunimizcha xavfni bartaraf eta olmasligimizni tushunish kerak. AQSh Ebolaga qarshi kurash uchun G'arbiy Afrikaga harbiylar va mutaxassislarni jo'natgan. Virus shu paytgacha 3000 dan ziyod odamni hayotdan olib ketdi. Amerikadagi ayrim afrikalik muhojirlar agar Ebola haqidagi vahimalar ko'payishda davom etsa, jamiyatda ularga nisbatan ayirmachilik boshlanishi mumkin deya xavotirda. Qora tanli yoki afrikalik bo'lish senda Ebola virusi bor degani emas. Ebola virusi xastalangan odamning qon yoki boshqa tana suyuqliklari orqali yuqadi. Xastalik simptomlari yuzaga chiqishi uchun 2 kundan 21 kungacha vaqt ketishi mumkin. Michael Bowman, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.